O'zbekiston, o'zbek degan narsalarni biroz pasaytirib, Markaziy Osiyoning markazida turgan davlat sifatida biz ya'ni turkiylikka, dinga qanchalik ko'p bog'lanayotgan ekanmiz, atrofimiz bilan shuncha yaxshi bo'layapmiz. Men o'zbekman yoki men qozoqman, qirg'izman deyuradigan bo'lsak, hech narsa bo'lmasligini ko'rib turibmiz. Hattoki tushimizga kirmagan mana shu buloq masalasi Xayratxo'ja aka. Chashma o'sha suv hal qilingan 3 dan 2 qismi O'zbekiston foydalanadigan bo'lgan. Bo'lmaydi u, bo'ldi, bu o'tdi bu davrlar. Boyagi yasama tarix, biz alohida xalq bo'lganmiz, boshqa deydigan narsalar. Lekin Hindiston mana shu otni ustida. Ulardiki endi yana ham chuqurroq, bu millatchilik diniy ham. Din asosida millat yasamoqchi. Mumkin emas bu, o'xshamaydi. Bu ko'rib turibmiz nimaga olib kelishini. Mana nima hisobida, Isroil misolida. Shuning uchun mana shunday ko'rib turibman. Albatta bu biz nima deydi, keng yondashayapmiz hozir bu fikrlarga.